Bogdan Guskov ham jangga Persegonga qilyapti. Bogdan, как самочувствие? Всегда как. Это не рабочий орган, я назначен. Что скажешь Узбекистану? Узбекские болельщики. Ваша поддержка у меня самая важная. Так что газуем по полной. Больше флагов, пацаны. Ramazon ham shu yerda beslashyapti. Xullas bu turnir bizaniki, O'zbekistonniki, Saglavni ham bizani bo'yi, так что O'zbekistonda maksimalniy поддержка kerak. Dubayda, Abu Dabida o'zbeklar ko'p, shunday kelib поддержка qilib ketadigan insonlar ham ko'p O'zbekistonda. Так что kelinglar поддержка qilib, bu tarixiy voqea. Hech qachon UFC'da glavniy bo'ylarda o'zbeklar urushmagan, mana hozir ham glavniy ham Saglavniy bo'y. Bogdan Guskov agar bu jangni yutsa, UFC chempionlik jangini va'da qilgan. Ramazon ham bu yutsa, u ham уже chempionlikka asosiy da'vogar bo'ladi. Так что bu musobaqada поддержка juda muhim. Chunki Bogdan Guskov rossiyalik Magomed Ankalayev bo'lganiga Rossiya, Dog'iston ko'pchilik unga balet qiladi. Также bizlarni ham bolalarni поддержка qilish uchun O'zbekistonda ko'proq muxlislar kerak. Также Ramazonni ham yaxshilab поддержка qilish kerak. Так что kelinglar, internetda ham aktiv bo'linglar. Kim kela olmaydi, поддержка qila olmaydi, internetda ham maksimal поддержка qilinglar. Xudo xolasa bizani ikkala yigitlarimiz yutib g'olib bo'lib qaytishadi.